Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim. Bugungi 6-darsimizda ilmoqli yarim ustuncha to'qishni o'rganamiz. Buning uchun birinchi ikkita zanjir to'qib olinadi. Mana. Ishchi ipimizni ilib olib, birinchi zanjirga, birinchi mana halqachaga kirib, yana ishchi ipimizni ilib olib chiqamiz. Mana ilmoqsiz ustunchilarda ikkita halqacha hosil bo'lardi. Mana bunda 3 ta halqacha hosil bo'ldi. Endi yana ishchi ipimizni ilib, uchala halqachadan ham bittada ishchi ipimizni chiqaramiz. Yana keyingi zanjirga kirishimizdan oldin bitta ilmoq ishchi ipimizni ilib olib, keyin halqachaga kirib yana ishchi ipimizni ilib olib chiqamiz. 3 ta zanjir halqacha hosil bo'ldi. Uchalasidan bittada ipni tortib olib chiqamiz. Shu tariqa to'qib ketiladi. Mana ilib olamiz. Halqachaning ichiga kirib ishchi ipimizni tortib chiqib olib, uchala ipdan bittada ipni chiqaramiz. Bu ilmoqsiz ustuncha chokini ko'proq kiyimni to'qiyotganimizda qalin bo'lib chiqishini xohlovchilar bu chokdan foydalanadi. Qalin va bunda yumshoq bo'lib chiqadi chok. Ishchi ipimizni tortib olib, uchalasini bittada chiqaramiz. Ishchi ipimizni tortib olib, halqachaga kirib, yana ishchi ipimizni olib chiqib, uchala halqachadan bittada ishchi ipimizni tortib chiqaramiz. Chokimiz oxirigacha yetib keldik. Endi keyingi qatorga o'tishimiz uchun yana bitta emas, ikkita zanjir to'qib olamiz. Mana ikkita zanjir to'qib oldik. Keyingi qatorda ham xuddi shunaqa ishchi ipimizni ilib olib, ikkinchi zanjirga kirib, boshlanishida mana shu tariqa to'qib ketiladi. Mana. Darsimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, kommentariy orqali har doimgidek fikrlaringlarni bildirib o'tinglar va o'zinglar ham uy sharoitida to'qib ko'rib ishinglar mumkin. Keyingi darsimizda ilmoqli ustuncha to'qishni o'rganamiz. Xayr, salomat bo'ling.